haqiqatga aylangan afsona. Inson bu hayotga keladi-yu ketadi. Ortida esa uning ishlari haqidagi esdaliklarigina qoladi. Ushbu kitobda Mirzacho'lni o'zlashtirish va obod qilishga butun umrini bag'ishlagan Ikkinchi jahon urush qatnashchisi, davlat va jamoat arbobi, mehnat faxriysi, mehribon ustoz Qanabek Ukkubayevning o'ta murakkab va shonli hayot yo'li, muhim va sermazmun fikr mulohazalari bilan tanishasiz. Qanabek Ukkubayev 1913-yil 9-may kuni hozirgi Qozog'iston Respublikasiga qarashli Turkiston viloyatining Paxtaorol tumanida tug'ilgan. U kishi o'z mehnat faoliyatini 1926-yilda shu tumandan cho'ponchilikdan boshlagan. 1929-yil O'zbekiston Respublikasi Mirzacho'l tumanida Aleksandr Sergeyevich Pushkin nomidagi kolxozda paxtachilik brigadasini boshlig'i bo'lib ishlagan. Uning esdaliklarini o'qir ekansiz, ko'z o'ngingizda hayotning so'nggi kunigacha butun qalbi va bor kuch-g'ayrati bilan ona yurtiga astoydil halol mehnat qilib, o'z xalqining asl farzandiga aylangan haqiqiy ishbilarmon va fidokor insonning yuksak va bepoyon olami namoyon bo'ladi. Qanabek Ukkubayev o'g'li bizga meros qilib, o'z ishlarini, shogirdlarini qoldirdi. Minglab qaqrab yotgan cho'lni o'zlashtirib, obod maskanga aylantirdi. Mirzacho'lni guldek jannat makonga aylantirdi. Yuzlab yoshlarni tarbiyalab, rahbarlik ishlariga yo'naltirildi. Hayotning turli qiyinchiliklari girdobiga tushib qolgan, yordamga muhtoj bo'lgan minglab insonlardan o'z ko'magini ayamadi. Mirzacho'l sanoatini rivojlantirish maqsadida Mirzacho'lni sug'orish ishlarini qo'lga olib, paxta va boshqa ekinlar ekiladigan yerlarni kengaytirdi. Mirzacho'l kanalining atrofida 7000 gektar yer paxtachilik uchun ajratildi. Mirzacho'l yerlaridan hozirgi paytda har yili ona vatanga 600 ming tonna paxta, 100 ming tonna qovun, tarvuz, sabzavot va meva-cheva topshirib kelinadi. Mirzacho'l yerlarini o'zlashtirishda butun oilam, o'g'illarim, qarindoshlarim bilan shu katta ishga jalb qildim, deydi bobomiz. Ko'p yillik mehnati, orzu-niyatlari amalga oshgan Mirzacho'l o'lkasini ko'z o'ngimdan ketmaydi, deydi. U kishi ko'p yillik mehnatlari samarasi uchun mehnat qahramoni unvoni bilan taqdirlangan. 1994-yil 81 yoshida olamdan o'tdi. 1999-yil 20-mart kuni Sirdaryo viloyati Oqoltin tumani Yangidor mahallasida mehnat qahramoni Qanabek Ukkubayev xotirasiga bag'ishlab bronzadan yasalgan byustni ochilish marosimi tantanali ravishda o'tkazildi.